Bitta laykni ayamang iltimos. Kanalimiz rivoji uchun o'z hissangizni qo'shing. Shunda bizning kontentlar sifatli va jozibaliroq bo'ladi. Obuna bo'lish esdan chiqmasin jigar. Endi esa dasturimizda bizni oddiy futbol o'yini kutmayapti. Faktlar va statistika. Chempionlar Ligasi chorak finalida yana Ispan derbisi. Hammaga salom, siz bilan Yashil Maydon kanali. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Oldinda bizni yana bir katta to'qnashuv kutmoqda. Barselona va Atletico Madrid yana bir bor maydonda yuzma-yuz keladi. Bu safar esa o'yin oddiy emas. Bu Yevropa Chempionlar Ligasi chorak finali. Va bu bosqichda xatoga o'rin yo'q. Maydonda ikki gigant, ikki xil falsafa va ikki xil xarakter to'qnash keladi. Bir tomonda topni nazorat qilishni san'at darajasiga olib chiqqan Barselona. Ikkinchi tomonda esa temirdek himoyasi va intizomi bilan tanilgan Atletico Madrid. Bu shunchaki chorak final emas. Bu har bir xato qimmatga tushadigan, har bir vaziyat taqdirni hal qiladigan jang. So'nggi o'yinlarga qarasak, bu ikki jamoa o'rtasidagi farq deyarli yo'q. Bir o'yinda biri yutadi, keyingisida boshqasi javob beradi. Savol bitta. Barselona o'zining hujumkor futboli bilan himoyani yorib o'ta oladimi? Yoki Atletico yana bir bor sabr va taktika bilan o'yinni oldiradimi? Bugun biz aynan shu savollarga javob izlaymiz. Va bu o'yinning har bir detali siz o'ylagandan ham muhim. Barselona va Atletico Madrid jamoalarining eng oxirgi to'qnashuvlari haqida gaplashamiz. Bu ikki jamoa o'rtasidagi o'yinlar har doim keskin, taktik va kutilmagan natijalarga boy bo'lib kelgan. Ayniqsa so'nggi 3 ta uchrashuv bu qarama-qarshilikning qanchalik teng ekanini yana bir bor isbotlab berdi. Eng oxirgi uchrashuv Ispaniya Kubogi yarim finalining javob bahsida bo'lib o'tdi. Bu o'yinda Barselona o'z maydonida juda kuchli o'yin ko'rsatdi va 3-0 hisobida g'alaba qozondi. Shunga qaramay, bu 3 gol Barselonaga yetarli bo'lmadi. Chunki ikki o'yin natijasiga ko'ra umumiy hisob uchun 4 bo'ldi va aynan Atletico Madrid final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Bu holat futbolning eng qiziqarli jihatlaridan biridir. Ba'zida o'yinni yutasiz, lekin baribir turnirdan chiqib ketasiz. Endi yarim finalning birinchi uchrashuviga qaytamiz. Bu o'yin Atletico Madrid maydonida bo'lib o'tgan va u yerda haqiqiy sensatsiya yuz bergan. Atletico Madrid Barselonani 4-0 hisobida maydalangan. Bu o'yinda Atletico juda tartibli himoya o'ynagan, qarshi hujumlardan maksimal foydalangan, Barselonaga deyarli imkoniyat qoldirmagan. Aynan shu natija butun qarama-qarshilikni hal qilib qo'ygan. Chunki 4-0 kabi yirik ustunlikni yo'qotish juda qiyin. Bu ikki jamoa yana bir bor La Liga doirasida ham uchrashgan. Bu safar Barselona ustun kelgan. Natija 3-1. Bu o'yinda Barselona topni ko'proq nazorat qilgan, hujumda samarali bo'lgan, Atletico himoyasini yorib o'ta olgan. Endi so'nggi 3 ta o'yinni umumlashtiramiz. Bu nimani anglatadi? Birinchidan, jamoalar o'rtasida katta farq yo'q. Ikkinchidan, har bir o'yinda boshqa jamoa ustun kelmoqda. Uchinchidan, eng muhim o'yin, ya'ni yarim final, Atletico foydasiga hal bo'lgan. Bu o'yinlar shuni ko'rsatadiki, Barselona hujumkor top nazoratiga asoslangan texnik futbol o'ynaydi, Atletico Madrid esa himoyaviy intizomli qarshi hujumlarga tayanadi. Eng qiziq tomoni shundaki, Barselona ikki o'yinda g'alaba qozongan bo'lsa ham, aynan hal qiluvchi bosqichda Atletico ustun kelgan. Bu esa yana bir bor isbotlaydi, futbol faqat bitta o'yindan iborat emas. Strategiya va ikki o'yinlik tizim juda muhim demak, biz juda qiziqarli xulosaga kelamiz. Barselona o'yinda yutishi mumkin, lekin Atletico turnirni yutadi. Endi savol sizga, kelasi o'yinda kim ustun keladi? Barselona revansh oladimi? Yoki Atletico yana taktika bilan yutib ketadimi? Yevropa Chempionlar Ligasi